Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga chiroyli hududlardan fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Yangi aksiya bo'yicha reklamalarda obzorini olishda davom etamiz do'stlar. Sergap Azizbekda bugungi manzara Farg'ona shahar Istiqlol stadioni shundoqqina yonida, aeroport yo'lida do'stlar. Ko'rib turgan ushbu fayzli hovli uylaringiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz do'stlar 7 sotixdan iborat, 8 xona uyga moslangan. Mahallani ko'rib o'zlaringiz baho beringlar, sababi mahalla 100% asfalt bilan qoplangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kirganimizda kattagina kengina darvozaxona va kattagina hovli qismi bor. Mana ko'rib bahoni o'zlaringiz beringlar do'stlar. Uyimiz do'stlar yarim chala bitgan holatda, lekin do'stlar juda ham katta, juda ham keng. Eng asosiysi to'rtburchak chorsi joy. Uyimiz ichida har xil turdagi mevali daraxtlar bor, yana bemalol qo'shimcha qurilish ishlari qilinsa bo'ladi. Undan tashqari uyga maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin. Kadastr hujjati notariusga tayyor, bemalol pulini notariusda sanashingiz mumkin. Uyimizning narxi qancha degan insonlarga uyimizning narxini egalari tomonidan $80,000 baho so'ralyapti. Albatta, o'tib beradigan joyi bor. Bu tomonda mana tandir o'choqqa joy ham tashab ketilgan ekan. Xo'p, do'stlar, uyimizning holatini ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar va kommentariyada izohlarda fikringizni qoldiring. Xonalarda ketma-ketligini ko'ramiz. Birinchi xonasi do'stlar holati shu, remontlari, devorlari shpakulyovka, emulsiya qilingan ekan, eshik romlari taxtadan. Uylarimiz do'stlar pechka orqali isirgan. Mana o'sha pechkani ham ko'rishingiz mumkin. Ichkarida yana bitta xona do'stlar, xohishga qarab kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har bitta uyda o'zini do'stlar tashqi derazalari bor ekan, tabiiy yorug'lik tushib turadi va har bitta xonaning o'zini pechkalari bor. Gaz orqali isiydi. Xo'p, bu yerdan chiqamiz, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, yana bitta xona, holati, remontlari shu ko'rinishda. Xato nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, shunaqangi hovli oqtarayotgan do'stlarga, tanishlarga ushbu videoni ulashib qo'yishda esdan chiqarmanglar do'stlar. Hop, bir tomondagi xonalarni ko'rsatib o'tdik. Endi bu tomonda mana podvalimiz ham bor ekan. Yaxlit bitta podval. Mana bir materiallarni ham ko'ring, juda ham mustahkam tarzda qilingan xonadon ekan. Endi darvozadan kirganimizda shundoqqina o'ng qo'l tomonga bitta yana kattagina xonamiz bor. Ikkita derazasi shundoqqina ko'chaga qarab turibdi. Endi oladigan peregorodkalarni o'ziga chiroyli qilib moslab, xonalarni o'zingizga moslab olsangiz ajoyib shaklga keladi do'stlar. Va bu tomonda do'stlar juda ham kattagina mehmonxona qismi bor. Mana shu mehmonxona bitmagan ekan xolos, lekin qolgan xonalar hammasi bitgan, faqatgina kosmetik remont qilib qo'ysa bo'lgani. Manzil Farg'ona shahar Istiqlol stadioni, aeroport yo'lida. Aytib o'tganimdek do'stlar, 7 sotiq 8 xona uyga moslangan ushbu fayzli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Narxi $80,000. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini olib, joyiga borib ko'rib, bemalol joy egasi bilan savdolashib, ushbu xonadonda xarid qilishlaringiz mumkin. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azizbek va uning jamoasi bo'ldi. Videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, 1 dan 5 son bo'yicha baholab, do'stlarga, tanishlarga shu videoni ulashib qo'yishni esdan chiqarmang.